Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli qarindaşlar, bugünkü xəbər proqramımızdakı asasi məzmunlarını diqqətinizə biraz sunub ötək. Xəbərimizdə bugün Maarif Cemiyeti'də aylıq söhbət yığını orunlaşdırıldı, aylıq söhbət uçuruşu ötküzüldü. Şundaqla bugünkü xəbərimizdə yana Xitayning pasport siyasəti Uyg'urlarga bo'lgan cheklimini tövəllit pasayt alamdi degan mazmun bor. Shundaqla Gollandiyada Uyg'urlarning qaytarilmaydiganligi, siyosiy panohlikka Uyg'urlarningki Xitoyga qaytarilmaydiganligi bildirildi. Shundaqla bugungi xabarimizda yana Xitoy pulining qiymati davomli tushyapti. Xitoy orqama-orqa uda 3 kun pulining qiymatini dollarning oldida tushirdi. Shundaqla Xitoyda g'oyat zo'r portlash voqeasi yuz berib, bu yerda o'lgan va yaralanganlarning soni nihoyatda ko'p. Xabarimiz yana Turkiyada jiddiy qalamqanchilik va terrorlik harakatlari kundan-kunga elib berilyapti. Shundaqla Turkiya hukumat doiralarining kimi bu terrorchilarga bo'lgan bostirishi, terrorchilarga beriladigan jazoni nihoyat kuchli shaklda elib beryapti. Xabarimizda bugun inshaalloh bu va buningdan ko'p xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Maarif Cemiyeti'de aylık söhbət yığını ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti tarafından her ayda bir qetim ötküzülüp kelyatqan aylık uçuruşuş ve söhbətinin bu aylığı 7 Ağustos Cuma günü Cemiyetinin yeni yasalgan yığın zalida ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti'nin orlaştırışı bilen her ayda elip berilyatqan aylık uçuruşuş ve söhbətinin bu aylığı 7 Ağustos Cuma günü keş mezkur Cemiyetinin merkezde yeni yasalgan yığın zalida ötküzüldü. Yığınğa Cemiyet Baş katibi Abdulahad Abdurrahman riyasatçılık qildi. Bu söhbətdə söz qilgan dini ustaz Abdulhakim Xan Maqsumacım Xitoy ishg'oli ostida qolgan bu musulmonlar diyoriga dunyoning jumladan islom dunyosining ko'ngil bo'lishining yetarlik bo'lmayotganligini, lekin bu yerda bo'layotgan zulmning dunyoning har qanday yeridagi zulmdan ig'ir ekanligini, bu tuproqningmi xuddi butun dunyo ko'ngil bo'layotgan o'ttir sharqdagi musulmonlar ziminlariga o'xshashla musulmonlar uchun muhim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Abdulhakim Xan Maqsumacım İslam dünyasının Uyghur Müslümanları uçurayotgan chekidin oshgan zulmga bo'lgan to'nishining yetarlik bo'lmasligi va Xitoyning xalqarodagi ta'siri tufaylidan islom dunyosida Sharq Turkistonga ko'ngil bo'lishining yetarsiz ekanligini, hatto islom dunyosidagi mo'tabar olim va katta arboblarning Uyghur musulmonlarining ko'rishiga ijobiy nuqtadan qaramayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Hamda bizning yordam va madadni Rabbimiz Allohdan kutib kurashni davomlashtirishimiz lozimligini ta'kidladi. U so'zida yana oldimizda yo Xitoyning zulmiga sukut qilib xorliq ichida o'tish yoki Xitoyga qarshi qo'limizdan kelgan imkoniyat bilan kurash qilishdan iborat ikki xil tanlash borligini, kurashni davomlashtirsak izzat bilan dunyodan ketish yoki bu dunyoda g'alabasini ko'rishdak sharaflik istiqbolning bizni kutib turadiganligini, shunga bizning umidsizlanmay kurashimizni davomlashtirishimiz lozimligini o'ttirg'a qo'ydi. U sanning muhim emasligini, dunyoda 2 milliard atrofida musulmon turibmi, musulmonlarning eng xor holatda yashayotganligini, saodat asrida bo'lsa oz sonliq ummatning ko'p sonliq ustidan g'alaba qilganligini, shunga Xitoyning nufusining ko'pligi bizni qo'rqitib qo'ysa bo'lmaydiganligini eskardi. Bu dunyo xalqi cho'g'ilawotgan Shurayning nufusi tandir musulmon bor. Mush Shurayning tuproq qaytib qo'ygandan ortiq tuproq Sharq Turkiston zimini Ana bu şu tuproqning ishidan islomiy tuproq 40 milliondan ortiq musulmonlar hozir nima kunni ko'radi? 100 minglagan, balki millionlagan yoshlar Xitoyga qarshi amaliy harakat qilish emas, Xitoyga qarshi ish qilgan xiyolda yo'q turib, o'z axloqli, diyonatli, taqvodor, yaxshi musulmon bo'lib qolganlik uchun Keyin jamoat arbobi Abdulqodir Yapchan Xitoy zulm borligini inkor qilib, bizning tashviqotlarimizni yolg'onga chiqarmoqchi bo'lsa, oldi bilan Sharq Turkistonni dunyo axborot vositalariga echivotsin. Muxbirlar u yerga berib, amaliy ahvolni ko'rsin, ondan baho bersin dedi. Abdulqodir Yapchan so'zining boshida Sharq Turkistondagi Xitoyga qarshi kurashlarni davomlashtirib, shahid bo'layotgan qarindosh hamshirlarimizga Allohdan ajr tildi. Abdulqodir Yapchan yana Xitoy bilan bo'lgan kurashning aqida ko'rishi ekanligini, haq-nohaq ko'rishi ekanligini, Sharq Turkiston xalqining hargizmi och yalang'och qolganligi sababli Xitoyga qarshi turmaganligini,
Xitoyning Sharqiy Turkistonga qilgan tajovuzchiligining Xitoyning eng cho'ng jinoyati ekanligini, shunga kurashning toki Sharqiy Turkistonda Allohning dini o'rnatilg'icha davomlashadiganligini ta'kidladi. Agar biz yolg'on axborot tarqatgan bo'lsak, biz yolg'on uchur tarqatgan bo'lsak, unda bo'lsa Sharqiy Turkistonda ishni o'tdi. Bütün media o'zlari chiqib, sening obdalligingni dunyoga tarqatsin. Bizning askarligimizni dunyoga tarqatsin. Unda bo'lsa biz askar ekanmiz. Biz nachar ekanmiz. Biz yolg'on xabar tarqatgan bo'lsak, unda bo'lsa dunyodan bir taraf barliq mediaga ishni yetsa, Sharqiy Turkistonning bunun şartlarına berib, dehqonlarning nima ish qilayotganligini, qanday kun qolganligini, tijoratchining nima ish qilayotganligini, qanday kun qolganligini, ish xizmatchilarining, kadrlarning qaysi kun qanday ahvoli qolganligini, Sharqiy Turkiston xalqining uchun musulmonlarning e'tiqod aqidasining qanday ahvolga tushib qolganligini, buning uchun madaniyat organlarining, ya'ni masjid, ibodatxona organlarining, madaniyat organlarining qaysi holatga, qaysi darajaga tushib qolganligini, onun medeniyetinin, ahlakının qaysi ahvalga berib qolganligidan iborat bu reallikni, bu amaliyotni media aynan dunyoga tarqatsin, naq maydonda. Jiang Qunshan Yakanda ziyorati bo'ldi. Sharqiy Turkistondagi Xitoy Kompartiyasi sekretari Jiang Qunshan Yakan qirg'inchiligining 1 yillik mezgilda Yakanda ziyorati bo'lib, xalqning ko'zini bo'yamoqchi bo'ldi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy sekretari Jiang Qunshan 6-7 avgust kunlari Yakan nahiyasining Elishqu bozori va Tag'archi Ishqul yezilarida ziyorati bo'lgan. U ziyorat jarayonida kentga tushgan xizmat guruhi xodimlari, kent kadrlari, o'qituvchilar, diniy zotlar va xalq ommasini yig'ib, ularning fikrini olgan va ular bilan suhbat o'tkazib, saxta ko'rinishlarni yasagan. Xitoy doiralari yana Yakan qirg'inchiligiga norozi bo'lganlikdan Xitoy tomonidan majburiy siyosiy o'g'inish qilishga o'rinlashtirilgan bir qism kishilarni Jiangning oldida o'zlarining pushaymon qilganligini ifodalashga tashkillagan. Maryam Nisa Xudobardi ismli Uyg'ur ayol Xitoy doiralarining o'rinlashtirishi bilan o'zining ilgirki ishiga pushaymon qilganligini, bundan keyin bolalarini millatlar ittifoqligi bo'yicha tarbiyalaydigan yaxshi ona bo'lganligini bildirgan va Jiangga atab naqsha etib bergan. O'tgan yil 28-iyul Yakan nahiyasining Elishqu bozorida Xitoyning bostirish siyosatlariga norozilik bildirgan musulmon ommasi o'qqa tutilib qirg'in qilingan edi. Xitoy taraf bu voqeani terrorlik voqeasi deb atagan va voqeada 56 terrorchini o'z ichiga olgan 98 kishining hayotini ayrilganligini e'lon qilgan edi. Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari bo'lsa Xitoyning voqeada faqat namoyishga chiqqan ommani qirib tashlab qolmasdan yana armiyalarni yo'tkab kelib, yerlik Uyg'ur aholilarini qonliq bostirganligini, qirg'inchilikda qazoga uchragan kishilarning 2000 dan oshirganligini ilgari surdi. Voqeadan keyin Fransiya axborot agentligi qatorliq bir qism nopozliq matbuotlarmi yerlik xalq bilan elib borgan suhbatlari orqali bu voqeada Xitoy saqchi va armiyalarining Xitoy taraf e'lon qilgan sonliq ma'lumotdan xeyli ko'p sondagi Uyg'urlarni qirib tashlaganligi haqida xabar berdi. Yakan qirg'inchiligiga 1 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy amonlik tadbirlarini qattiq ijro qilayotgan bo'lib, shu qitimqi voqeaga aktiv qatnashgan ba'zi kentlardagi aholilar hozirgacha sirtqa chiqolmaydi. Charlash nomidagi uylarga xohlagancha besib kirish ahvollari hali ham davom qilmoqda. Jiang Qunshan Xitoyning koni odati bo'yicha qattiq bostirishdan keyin siliq sipoyi qiyofatga kirib olib, yaxshichoq bo'lishga urinmoqda. Xitoyning pasport siyosati Uyg'urlarga bo'lgan cheklimini o'zgartirdi. Xitoy Uyg'ur rayonida bir tutash pasport tarqatish siyosatini yurgizganligini, bu orqali pasport bejirishni qolaylashtirganligini e'lon qildi. Lekin bu siyosat Uyg'urlarga bo'lgan cheklamalarni yengillatadi degan masala munozir temasiga aylandi. Xitoy doiralari Uyg'ur rayonida Xitoyning bir tutash pasport tarqatish siyosatini yurgizganligini, bu orqali pasport bejirishni qolaylashtirganligini e'lon qildi. Lekin bu siyosat Uyg'urlarga bo'lgan cheklamalarni yengillatadi degan masala munozir temasiga aylandi. 6 avgust payshanba kuni Xitoyning Xinjiang gazeti bir balvoq bir yo'l qurilishiga moslashish, islohot etish qadamini tezlashtirish uchun pasport iltimos qilish shartlari va bejirish tartibiga o'lchamlashtirish va oddiylashtirish elib berib, har millat ommasining normal qonunliq chegaradan kirib chiqish talabini qondirganligini e'lon qildi. Lekin yangi siyosatdami yanada kimlik va nupus daftaridan boshqa iltimos qilish materiallari talab qilindi. Bundan burun kishilik huquq ko'zatish tashkiloti Xitoyning Tibet va Sharqiy Turkiston qatorliq rayonlarda oz sonli millatlarga
pasport bejerib berishni kechiktiradiganligini, hatto sababsiz rad qildiganligini inkos qilgan edi. Kishilik huquq kuzatuvchisining Xitoy bo'limi mudiri Sophie Richardson 7-oyda bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralari cho'qim keskin tadbir qo'llanib, osonlik millatlarni o'p-o'chiq kamsitadigan bu pasport bejirish tuzilmasini bekor qilishni talab qilgan edi. Uyg'ur faoliyatchilari Xitoyning xalqaroning besimidan qo'rqib, pasport bejirishni oddiylashtirganligini, lekin Uyg'urlarning yanada har xil qattiq siyosiy tekshirishlarga duch kelganligini, chunki Xitoyning texmo ko'p Uyg'urlarning chet elga chiqib kelishidan qo'rqadiganligini bildirishdi. Erkinlikka vizalar temasida imzo to'plash faoliyati boshlandi. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilot bo'lgan Turk o'jaklarining Rizi sho'basi Sharq Turkiston uchun, Robiya Qodir uchun erkinlikka vizalar temasida imzo to'plash faoliyati boshlatdi. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilot bo'lgan Turk o'jaklarining Rizi sho'basi Sharq Turkiston uchun, Robiya Qodir uchun erkinlikka vizalar temasida imzo to'plash faoliyati boshlandi. Turk o'jaklari Rizi sho'basi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Xitoy davlatining Sharq Turkistonda har qaysi sohalarda yurgizgan besim va zulmiga la'nat o'qiymiz. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ovozini texmo ullik anglatish uchun Robiya Qodirning Turkiyaga kelish cheklamasining amaldan qoldirilishi uchun imzo qo'yish faoliyati olib bordik deyildi. Turk o'jaklari butun Rizi xalqini Mamish og'a bog'chisida 2015-yili 17-avgustgacha har kun soat 13 dan 15 gacha davomlashadigan imzo qo'yish faoliyatini qo'llashga chaqiriq qildi. Turk o'jaklari Turkiyaning Tokat, Aski shahar qatorliq viloyatlarida mush xildagi faoliyatni qanot yaydirmoqda. BBC'da Uyg'urlar haqida maqola e'lon qilindi. BBC'ning 12-avgustdagi sonida Pokistonning Gilgit rayonida o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlar haqida maqola e'lon qilindi. BBC'ning 12-avgustdagi sonida Pokistonning Gilgit rayonida o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlar haqida maqola e'lon qilingan bo'lib, shu yerda uzun yil o'ltiraqlashib qolgan bir necha Uyg'ur bilan elib berilgan suhbat berildi. Insaxon ismli 71 yoshli Uyg'ur ayol o'zining 1949-yili Sharq Turkiston Xitoy kommunistlarining ishg'oliga uchragandan keyin necha yosh vaqtida ota-onasi bilan birlikda yuk taqalarini eshakka ortib, 50 necha kunda qorliq tog'larni kesib o'tib, Gilgitga yetib kelganligini bayon qilgan. Bu safar uningda cho'nqur aslima qoldirgan. U hayotining ko'p qismini Gilgitda o'tkazgan bo'lib, u yerni o'zining vatani hisoblaydi ekan. Pokiston bilan Xitoy o'rtasida kuchli munosabat bo'lg'achqa, u qaytib tuqqanlarni yo'qlay oladi ekan. Lekin u qaytishni o'ylashmagan. Shundaq bo'lsa-mu, uningda bir xil yotsirash tuyg'usi bor ekan. Abdul Aziz ismli Uyg'ur tunji qatim vatandan ayrilib chiqqanlarning biri bo'lib, garchi u 80 yoshga yaqinlashib qolgan bo'lsa-mu, yanada Gilgitdagi aerodrom yo'liga joylashgan 2 do'konda Qashqarning an'anaviy yo'tqini va matrisini setish bilan shug'ullanadi ekan. Uning deyishicha, uning bovisi 1940-yillarda Qashqar bilan Gilgit orasida berib kelib savdo qildigan bo'lib, Mavzun hokimiyati Sharq Turkistonni besib olgandan keyin barliq chegaralarni taqagan. Uning bovisi boshqa tuqqanlarining Qashqardan ayrilib Gilgitga kelishini talab qilgan. Uning bu yerdagi oilasi 4 avlodga yetgan. U oilasidagilarning Uyg'ur tili va Qashqar madaniyatiga bo'lgan bilimining ozlayotganligidan bir oz andish qildiganligini aytgan. U o'zini hech qachon yotdak his qilib boqmaganligini bildirgan. Abdurahmon Buxoriy Sharq Turkistonning ulardan hargizmi yiroq emasligini, o'zining Xitoy va Pokiston o'rtasidagi muhim o'tang bo'lgan noyda sezgur joyda yashaydiganligini, qachonki Sharq Turkistonda biror kelishmaslik bo'lsa, ularmi u yerdagi ta'sirini his qila oladiganligini bildirgan. Xitoy Sharq Turkiston islom harakatini Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylarida hujum faoliyatlari elib bordi deb da'vo qilgachqa, ham Sharq Turkiston islom harakatini Shimoliy va Janubiy Vaziristonda Pokiston talibanlari bilan birlikda jang qildi deb qarag'achqa, Xitoy Gilgitning Sharq Turkiston islom harakatiga hissashlik qilgan kishilarning Sharq Turkistonga qurolliq kishilarni avatadigan o'tingi bo'lib qolishidan andish qildi ekan. Abdurahmon Buxoriy o'zlarining Uyg'urlar Xitoy tarafidan bostirilganligi haqidagi xabarlarni anglab tursa-mu, ular uchun hech ish qilib berolmaydiganligini, chorasiz ekanligini bildirdi. Uning aytishicha, Pokistonda, Falastin, Iroq va Afg'onistondagi musulmonlar uchun har kim o'nini chiqara oladi ekan. Lekin Uyg'urlarning Xitoyga qarshi namoyish qilishiga Pokiston doiralari yo'l qo'ymaydi ekan. Gollandiyada Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmaydiganligi bildirildi. Gollandiyada siyosiy panohlik tilagan Uyg'urlarning oz deganda 1 yilgacha Xitoyga qaytarilmaydiganligi bildirildi. Gollandiyada siyosiy panohlik tilagan Uyg'urlarning oz deganda 1 yilgacha Xitoyga qaytarilmaydiganligi bildirildi. Adliya va xavfsizlik ministrligining katibi Kilas Daykov Xitoy zulmidan qochib Gollandiyada panohlik tilagan Uyg'urlarning oz deganda 1 yilgacha Xitoyga qaytarilmaydiganligini,
ularning Gollandiyada panohlanganligini bildirdi. U bu bir yil ichida Uyg'urlar duch kelgan xatarlarga aloqador ma'lumot to'planganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin panohlik tilagan Uyg'urlarning soni haqida uchur bermagan. U yana kelar yili qaytadan ahvol baholash elib berilganligini bildirgan. Gollandiyada har yili boshqa davlatlardan panohlik tilab kelgan kishilardan bir qismining iltimosi rad qilindi ekan. Iltimosi rad qilinganlar vaqtliq tutib turish o'rinlarida panohlangan bo'lib, zarur tepilganda davlatiga qaytarildi ekan. Lekin oilasining jam bo'lishi uchun kelganlar o'ltiraqlashish izni ola oladi ekan. Xitoy-Pokiston iqtisod koridori munbiri Qarimay shahrida ochildi. 11 avgust seshanba 2015-yillik Xitoy-Pokiston iqtisod koridori munbiri Qarimay shahrida ochildi. Xitoy-Pokiston munosabatlari barg'ansiri quyuqlashmoqda. Xitoy Pokistondan Sharq Turkiston mustaqillik harakatini bostirishga yordam talab qilsa, Pokiston o'zining iqtisodiy qiyinchiliklarini hal qilish uchun Xitoydan yordam talab qilmoqda. Kommunist ideologiya ustiga qurilgan diktator davlat Xitoy bilan islom nomida qurilgan Pokiston musulmon davlat bo'lsa-mu, ideologiya jihatdan bir-biriga zid bu ikki davlat o'z manfaatlari uchun yaqin munosabat qurib kelmoqda. 11 avgust seshanba 2015-yillik Xitoy-Pokiston iqtisod koridori munbiri Qarimay shahrida ochildi. Bu yig'inga ikki davlatning hukumat, korxona, ijtimoiy tashkilotlar va axborot organlaridan 300 dak kishi qatnashdi. Bu qatimqi munbar shaharlar aro hamkorlik o'rnatish, ishlab chiqarish hamkorligi, uchur koridori, energiya qurilishi qatorliq 6 temada qanot yaydirildi ekan. Qashqardan Pokistonning Gvadur portigacha bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisod koridori Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilish planidagi 6 cho'ng iqtisodiy koridorning biri bo'lib, Xitoyning bu strategiyasini o'ngishli elib berish baralmasligida muhim o'rin tutadi. Xitoy raisi Xi Jinping bu yilning boshidagi Pokiston ziyoratida Pokistonga 46 milliard dollar mablag' soldiganligini bildirgan edi. Pokiston bo'lsa buning badaliga Uyg'urlarning mustaqillik harakatini bostirish uchun kuch chiqarmoqchi ekanligini ifodaladi. Sharq Turkiston Xitoyning bu strategiyasini yo'lga qo'yishda ochqishlik rol o'ynaydi. Shunga Xitoy qanchalik badal ketishiga qaramasdan Sharq Turkistonning atrofidagi davlatlarni o'ziga beqindirib, Uyg'urlarning Xitoyga qarshi kurashlarini bostirishga urinib keldi. Xitoy pulining qimmati davomli tushmoqda. Xitoy Xalq bankisi uda 3 kun orqa-orqadan xalq pulining qimmatini to'vallatganligini e'lon qildi. Mutaxassislarning mo'ljariga qaraganda bu xil ahvol davomlashar ekan. Xitoy Xalq bankisi seshanba kuni Xitoy xalq pulining qimmatini to'vallatganligini e'lon qilgandan keyin chorshanba kuni Xitoy pulining perevod nisbatini yana tushirdi. Payshanba kuni mo yana Xitoy pulini Amerika dollariga almashtirish nisbatiga to'vallatish olib bordi. Iqtisod sohasidagi bir qism mutaxassislarning mo'ljariga qaraganda bu xil ahvol davomlashadi ekan. BBCning ko'rsatishicha, Xitoyning bu xil usuli Xitoy pul jengi qo'zg'ash orqali eksport miqdorini yuqori ko'taramdi degan andishini keltirib chiqargan. Yaqinda bu yangi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Xitoyning eksport miqdori to'vallayotgan bo'lib, Xitoydan iborat dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdining uzun mazgil chekinish holatiga kirib qilish ehtimolligi bor. Xalq pulining qimmatini tushirish orqali Xitoy mahsulotlarining bahosini bir oz to'vallatib, Xitoy shirkatlarining xalqarodagi ta'sir kuchini saqlab qolmoqchi bo'lgan. Bir qism Amerika parlamenti a'zolari Xitoy pulining perevod nisbatini to'vallatish orqali mollarining eksport bahosini tushirganligini aybladi. Xitoy pulining perevod nisbati Xitoy raisi Xi Jinpingning 9-oydagi Amerika ziyoratining asosli temalaridan biri bo'ladiganligi ilgari surildi. Amerika Moliya ministrligining bayonotchisi Amerikaning davomli holda Xitoyga besim tushirib, Xitoydan perevod nisbati masalasiga ko'p aralashib olmaslikni talab qilganligini bildirdi. Xitoyda g'oyat zo'r portlash voqeasi yuz berdi, o'lish yaralanish ig'ir. Xitoyning Tianjin shahrida portlash yuz berib, az deganda 50 odam o'lib, 720 dan ko'p odam yaralandi. Xitoy vaqti 12 avgust kechida Tianjin shahri Binxay rayonidagi bir konteyner yuk sanduqi peristonida kuchli portlash yuz bergan. Xitoy medialari voqeada az deganda 50 odamning o'lib, 700 odamning yaralanganligini, uning ichidagi 60 odamning yarasining ig'ir ekanligini xabar qildi. Germaniya ovozi qatorliq axborot vositalari o'lganlar sonining dastlabki mo'lchardagidan xilli eshib ketishi mumkin ekanligini ilgari surdi. Portlash nihoyat kuchli bo'lib, necha 10 kilometr yiroqlikcha silkinish paydo qilgan. Voqeadan keyin soqchilar naq maydonni qamal qilgan. Tianjin shaharlik JX idorasining rasmiy mikroblogining 13 avgust tarqatgan uchuriga asoslanganda 12 avgust soat 22 dan 52 minut o'tganda
Tianjin Binhay rayonidagi Tianjin portining 7 nomerlik eg'izdagi bir xatarlik buyumlar iskilatidagi konteyner o't elib ketib portlab ketgan. Portlashda relsli qatnash bekitining qurilishlari va atrofdagi aholilar o'ltiraq binolari o'rilib ketgan. Shohidlarning bildirishicha, portlashdan chiqqan aynak toshqanlari shiddat bilan shoshirgan bo'lib, necha yuz odamning o'lish yorilinishini keltirib chiqargan. Nurg'un odam yuqori temperaturada kuyib ketgan. Tianjin shahriga qo'shni bo'lgan Xebi o'lkasining bir qism rayonlaridami kuchli silkinish paydo bo'lgan. Orqama-orqa bir necha qitim portlash yuz bergan bo'lib, ikkinchi qitimliq portlashning ta'siri 21 tonna TNTni portlatganda kelib chiqqan kuchga teng keladi ekan. Amerika geologiya tekshirish idorasimi bu qitimqi portlashning tavrash to'lqinini o'lchayolgan. 13 avgust soat 12 da portlashdan 500 metr yiroqlikdagi tamojni binosida o't kuyayotganligi xabar qilindi. 12 dan 15 da 4 o'rinda o't kuyayotganligi, 6 o'rindan is chiqayotganligi tunishtirildi. Vaqadan keyin Tianjindagi televiziya va boshqa axborot vositalari naq vaqtida xabar bermagan. Amerika ismli televiziya torining muxbiri doktorxonaga ziyoratga borganda qo'rshib olingan. Amerika ovozi muxbiri naq maydonni rasmga tortayotganda saqchi va amonlik qo'g'dug'uvchilarining to'sqinligiga uchragan. Xitoy Pokistonda yangi elchixona ochdi. Xitoy chet ellardagi elchixonalari ichida eng cho'ng bo'lgan yangi elchixonasining ochilish marosimida Uyg'urlarni o'yin qo'ydirdi. Xitoy Pokistonda ko'lami Xitoyning chet ellardagi elchixonalari ichida eng cho'ng bo'lgan yangi elchixona salgan bo'lib, 6 avgust ochilish marosimi o'tkazilgan. Ochilish marosimiga Pokiston bosh ministri Nawaz Sharif boshliq hukumat rahbarlari ishtirok qilgan. Ochilish marosimida Urumchidan kelgan Pedagogika universiteti san'at fakultetining o'qituvchi va o'quvchilaridan tashkillangan san'at guruhi o'yin qo'ygan. Marosimga yana Pokistondagi Xitoy muhojirlari jamiyatining mas'ullaridan Nasirxon boshliq bir qancha Uyg'ur qatnashgan. Xitoy o'zining yangi Ipak yo'li qurilishida muhim strategik o'rin tutadigan Pokistonga Xitoy-Pokiston iqtisod koridori nomida g'oyat zo'r mablag' soldi. Xitoyning bu rayonda ta'sirini cho'ngaytirishi faqat iqtisodiy manfaatini ko'zda tutmasdan, muhimi Uyg'ur elining qo'shnisi bo'lgan Pokistonni o'ziga beqindirish orqali Uyg'urlarning mustaqillik faoliyatlarini bostirishdek shum niyatini oshkorlamoqda. Xitoy va Pokiston rahbarlarining yaqinqi bir qancha qatimliq uchrashishida Sharq Turkiston mustaqillik harakatining tilga elinishi bu nuqtani yo'ritib berdi. Faoliyatga Uyg'ur san'atchilarini taklif qilish masalasi bo'lsa, xalqarada Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan besim siyosatlari tanqidlanayotgan bir sharoitda Uyg'urlarni Xitoy elchixonasining ochilish marosimida o'yin qo'ydirish orqali saxt kayfiyat yaratib, besim siyosatlarini yoshirib, Uyg'ur faoliyatchilarini pastgo'yga tushirishga urinishdek bir g'arazning borligini ko'rsatib berdi. Xitoyning yangi elchixonasiga bu yil 2-oyda qurilish boshlangan bo'lib, 17-iyun ishga kirishtirilgan. Amerika Xitoyni diniy erkinlikni qo'g'dashga chaqirdi. Xitoy Amerikani Sharq Turkiston kuchlariga birlikda zarba berishga chaqirdi. Amerika Xitoydan diniy erkinlikni qo'g'dashni talab qildi. Amerika vakillar o'maki 2-qatimliq Amerika Xitoy terrorlik qarshi kengashida Xitoy zo'ravonlik voqealariga qarata umumyuzlik harakat elib berishi, kishilarning so'z erkinligini va diniy erkinligini qo'g'dishi kerak deb ta'kidladi. Vakillar o'maki yana oshqun kuchlar a'zo qabul qiladigan joylardagi norozilik kayfiyatini hal qilish kerak hamda chegara rayon aholilarining ma'rifdan bahramand bo'lish fursati va iqtisodiy fursatiga kafolatlik qilish kerak deb ko'rsatgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining seshanba kuni oshkorlashicha, Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Chen Guoping Amerika davlat ishlari ministrligi terrorlik qarshi ishlari mas'uli Tina Kaydano bilan suhbat olib borgan. Xitoy taraf Amerikadan Sharq Turkiston kuchlariga zarb berishni qo'llashni va moslashib berishni talab qilgan. Amerika davlat ishlari ministrligining payshanba kuni e'lon qilishicha, Tina Kaydano 4-avgust Amerika vakillar o'makini elib Beijingga berib, bu qitimqi kengashga qatnashgan. Ikki davlat terrorizmning ikki davlat va xalqaro jamiyatga elib kelgan tahdidlarini hal qilishga qo'shilgan. Ikki taraf yaqinda qayta o'tkazilgan uchrashishda qanday qilib dunyoning har qaysi joylaridagi oddiy portlatish qurilmalarini yasaydigan ximiyalik buyumlar va bomba zapchastlarining qonunsiz eqishiga qarshi turish masalasini muzokara qildi ekan. Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasida tamojna amaldan qoldi. Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi tamojna eg'izlari davlat mas'ullarining qatnashishi bilan elib tashlandi. Turkiya ovozi radiosining xabariga qaraganda, Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi tamojna eg'izlari elib tashlandi. Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya va Armeniya tarafidan qurilgan Yevro-Osiyo iqtisodiy gavdasiga
Qirg'izistonning bugun rasmiy a'zo bo'lganligi e'lon qilindi. Qirg'izistonning poytaxti Bishkekdan 20 kilometr yiroqlikdagi Oqcho'l rayoni bilan Qozog'istonga tava Korday tamojna eg'izida davlat mas'ullarining qatnashishi bilan o'zaro tamojna eg'izlarini amaldan qoldirish murosimi o'tkazildi. Murosimga Qirg'iziston bosh ministri Tamir Sariyev va Qozog'istonning birinchi qo'l muavin bosh ministri ishtirok qildi. Qozog'iston davlat raisi Nursulton Nazarboyev bilan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ikki davlat o'rtasidagi 8 chegara eg'izining amaldan qoldirilishi haqida qaror ma'qullagan edi. Misrda 250 odam 25 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilindi. Misrda Musulmon qarindoshlar tashkilotining oldingi qatordagi rahbarlarini o'z ichiga olgan 250 kishi 25 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilindi. Turkiya Ovoz radiosi xabarining bildirishicha, Iskandariya harbiy sud mahkamasi 250 kishini 2013-yili davlatning shimoliy qismiga joylashgan Al-Buhayra viloyatida maydonga kelgan zo'ravonlik voqealariga aralashish bilan ayblab 25 yillikdan qamoq jazosiga hukm qildi. Egallanishicha, javobgarlarning hukmga e'tiroz bildirib, yuqori sudga ariz sunish huquqi bor ekan. Mazkur sud mahkamasi yana 207 odamni 5 yil bilan 15 yil orasida har xil qamoq jazolariga hukm qildi. 54 odamning begunoh ekanligiga hukm qildi. Harbiy sud tarafidan 25 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilingan Musulmon qarindoshlar tashkiloti a'zolarining ichida navbatda chet elda yashayotgan sobiq parlament a'zosi Muhammad Jamal Hashmat bilan Buhayra viloyatining sobiq valisi Usama Sulaymondan boshqa qochqin holatda yashayotgan tashkilotning Buhayra viloyati ishxonasining mas'uli Muhammad Suvaydan bor. Misrda harbiy siyosiy o'zgarishdan keyin namoyishlarning markaziga aylanib qolgan Rabia va Nahda maydonlarida 2013-yili 14-avgustda elib berilgan qonliq bostirish harakatidan keyin Buhayradagi hukumat binolari va soqchi markazlarining oldida zo'ravonlik voqealari maydonga kelgan edi. Turkiyada bir kun ichida bir qancha qatim terrorlik hujumlari yuz berdi. 10-avgust dushanba kuni Turkiyaning Istanbul, Shirnak va Diyarbakirda portlatish hujumlari yuz berdi va bu hujumlar texmi ko'plab davom qilmoqda. 10-avgust dushanba kuni Turkiyaning Istanbul, Shirnak va Diyarbakirda portlatish hujumi yuz berdi. Tong saharda Istanbul Sultonbaydagi soqchixona hujumga uchrab, bir soqchi hayotidan ayrildi. İstanbul'daki Amerika Baş Konsulxonasi qilingan hujumda soqchilar bilan hujum qiluvchilar orasida to'qinish yuz berdi. Shirnak viloyatining Silopi nahiyasida Beronovikqa qilingan hujumda 4 soqchi, Baytush Shabob nahiyasida bir askar qazoga uchirdi. Tunji qatimliq hujum İstanbul Sultonbaydagi Fatih soqchixonasida yuz berdi. Hujumchilar portlatqich qochlangan mashina bilan soqchixonaga hujum qildi. Hujumda 3 soqchi, 7 puhra yenik yaralandi. Portlatqich qochlangan avtomobilni haydagan kishining o'lganligi bildirildi. Arqadan yuz bergan to'qinishda 2 hujumchi va 1 soqchi hayotidan ayrildi. Shirnakda bir Beronovik terrorlik tashkiloti PKKning mina hujumiga uchrab portlab, uningdagi 4 soqchi og'ir yaralangan bo'lib, doktorxonada ko'z yumgan. Turkiya havo armiyasi terrorlik tashkiloti PKKning Qandil qatorliq tog'lardagi uvularini bombardimon qilib, bitchit qilganligini e'lon qildi. Hozir Turkiyaning o'xshamagan joylarida har kuni degudek bomba portlash, odam o'ldirish deganga o'xshash voqealar yuz bermoqda. Mashhur olim Vahbatu Zuhayli vafot bo'ldi. 2015-yili 8-oyning 8-kuni islom dunyosidagi atoqli tafsirshunos va fiqhshunos olim doktor Vahbatu Zuhayli 83 yoshida olamdan o'tdi. 2015-yili 8-oyning 8-kuni islom dunyosidagi eng fazilatli obraz va eng katta kitobning avtori qatorliq sharafli nomlarga muyassar bo'lgan atoqli tafsir olimi va fiqhshunos doktor Vahbatu Zuhayli 83 yoshida olamdan o'tdi. Allama Zuhayli 50-yillarning boshida Misrga kelib, bir vaqtda Azhar universiteti Shariat instituti va Arab tili institutini, shundaqla Aynu Shams universiteti Qonun instituti qatorliqlarni bir vaqtda a'lo va oliy darajada tamomlagan. Shundaqla islom fiqhisida urushning ta'siri, 8 cho'ng fiqhiy mazhab va xalqaro umumiy qonunshunosligi o'rtasida selishtirma tadqiqot nomli asari bilan doktorlik ilmiy unvoniga musharraf bo'lgan. O'qish hayotidan keyin qizg'in xizmatga otlangan bu rabboniy ulamo bir tarafdan shialarning arab mamlakatlarini shialashtirish suiqasdiga qattiq zarb bersa, yana bir tarafdan o'zining butkul hayotini oliy maktablarning dars munbiridan ayirmagan. Shundaqla eng mashhur ensiklopedik va eng ilmiy asarlardan Tafsirul Munir, Nurluq tafsir nomli 17 tomliq tafsiri
islom fiqhisi va uning dalillari qatorliq yirik asarlarni tamomlagan. Mazkur asarlar nurg'un tillarga tarjima qilingan, shundaqla Allomaning tadqiqot metodlari haqida o'nlagan magistrlik va doktorlik maqolalari yozilgan. Shayx yana dunyodagi eng nufuzli islom tadqiqot akademiyalari, fiqhiy anjumanlari, yana Oxford universiteti qatorliq oliy organlarning rasmiy yoki takliflik o'limalar to'ridan o'rin olgan. Uningda muhimi butkul musulmonlarning qalb to'ridan o'rin olgan. Allohning uningga jannat firdavslarini ato qilishini tilaymiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.